kulibroq nastreniya bilan. Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun Umid aka Yakubov bilan birgalikda jamoaviy fotosessiya qildik. Bugun yana shaxsiy brend bo'yicha syomkaga keldik. Alisher akani o'zlarining jamoalari bilan va ofislarida chiroyli portretlar olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Harakat qilaverasiz, improvizatsiya qilaverasiz. Ketdi, obzor. Bitta dona portret uchun 1 soat, 1,5 soat vaqt ajratish stoyt. O'zbekchasiga eng zo'ri qazi deng. Yana ochib oling.